energetik ichganlar ba'zilar o'zidan xavotirlanib qolyapti. O'zi energetiklar tarkibida nimalar bor? Bu yerda bir ayyorona ish tutilgan nima? Shakarni o'zini alohida olib, mana buni men choy bilan ich, mana buni suv bilan ich desa, uni icha olmaydi. Kelajakda qandli diabet, gipertoniya, semizlik, ateroskleroz kabi kasalliklarni keltirish xavfini yuqoriga olib chiqadi. Ota-onasida saxri bo'lsa yoki ota-onasida qon bosimi kasalligi bo'lsa, yurak kasalligi bo'lsa yoki semizlik bo'lsa, bu energetiklarni ichib yurgan insonlarda Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan energetik ichimliklar haqida gaplashamiz. Juda ham ko'pchilik so'rayapti, energetiklar haqiqatan zarari bormi? Kam ichsa bo'ladimi yoki butunlay to'xtatish kerakmi? Energetik ichganlar ba'zilar o'zidan xavotirlanib qolyapti. Ya'ni kelib tekshiruvlardan o'tyapti. Yoki biron bir joy bezovta qilsa shundan bo'lyaptimi deb kelishyapti. Yoki ba'zi bir insonlar energetiklarni ichib yuribdi-da, menga hech narsa qilmayapti deyapti. Yana goh-gohida turli xil videolar chiqib qolib, energetik ichib yuragi mazasi qochib qolibdi degan turli xildagi holatlar, savollar tug'ilyapti va bularni juda ham ko'pchilik so'rayapti. Shuning uchun bugun biz siz bilan shu haqda suhbatlashamiz. Avvalo, energetiklarni tushunib olishimiz uchun ularning tarkibiga ozgina to'xtalamiz. O'zi energetiklar tarkibida nimalar bor? Odatda energetiklar tarkibida shakar moddasi bo'ladi, juda ham katta, ko'p miqdorda kofein moddasi bo'ladi va taurin degan modda bor. Va ayrimlarda boshqa L-karnitin va shunga o'xshash aminokislotalar bo'ladi. Ba'zilarda vitaminlar bo'ladi. Nega bularning tarkibi bunaqa moddalar bilan to'yintirilgan? Nega bu moddalar qo'shilgan? Bularning sababi nima? Birinchi navbatda shakar. Shakar qo'shilganiga sabab hamma insonni tanasi shakarni yaxshi ko'radi. Ya'ni shakarni ko'p iste'mol qilgandan keyin u insonga qandaydir miqdorda rohat beradi. Insonga yoqadi va o'sha narsa yoqqandan keyin uni yana qayta talab qilish hissi oshadi. Xuddi yosh bolaga shirinlik bergandan keyin shirinlik qayta so'rayveradi. Xuddi shunday hammada bor. Bu yerda bir ayyorona ish tutilgan nima? Shakarni ko'pligi, ya'ni shirasini ko'pligi energetiklarda bilinmaydi. Nega? Chunki shakarni ko'pligini bosib turuvchi, shakar ko'pligini bildirmaydigan moddalar qo'shilgan bo'ladi va bu moddalar uni shirasi haddan tashqari katta ekanligini bilmaydi va natijada inson uni bemalol 1, 2, 3 boyagi butilkasini ichaveradi. Yoki mana bu aytganimiz kolada ham xuddi shunaqa. Ko'p miqdorda ichaveradi, lekin ko'p shakar ichayotganini bila olmaydi. Agarda o'sha insonga shu energetik tarkibidagi shakarni o'zini alohida olib, mana buni men choy bilan ich, mana buni suv bilan ich desa, uni icha olmaydi. Nega? Chunki boyagi shakarni yashirib turuvchi, uni shirasini sal bosib turuvchi modda qo'shilmaganligi uchun. Endi shakarni bunaqa katta miqdorda, ko'p miqdorda iste'mol qilish miyaga va tanaga ozgina rohat bag'ishlaydi va inson o'zini xuddi ozgina energiya olgandek his qiladi. Lekin ko'p miqdorda shakar ichib yurish xavf guruhiga kiruvchi insonlarda kelajakda qandli diabet, gipertoniya, semizlik, ateroskleroz kabi kasalliklarni keltirish xavfini yuqoriga olib chiqadi. Ya'ni kimnidir nasliy moyligi bo'lsa, ota-onasida saxri bo'lsa yoki ota-onasida qon bosimi kasalligi bo'lsa, yurak kasalligi bo'lsa yoki semizlik bo'lsa, bu energetiklarni ichib yurgan insonlarda kelajakda shu kasalliklar bilan kasallanish xavfi bir necha barobarga oshib ketadi. Ikkinchi modda kofein moddasi. Kofein shunaqa moddaki, bizni bosh miyamizda bir retseptorlar bor. U retseptorlar xuddi eshikni qulfiga o'xshaydi. Bu retseptorlar nimani sezadi? Ular sezadigan narsa inson tanasi ma'lum bir vaqt ishlagandan keyin uni tanasidagi energiya parchalanib musor, adxod paydo bo'ladi. Bu musor, adxodning nomi adenozin deyiladi. Va shu musor, adxod, adenozin bosh miyadagi boyagi retseptorlarga borib bog'langandan keyin, o'sha retseptorlar qo'zg'aladida va insonda charchoq, uyquchanlik, holsizlik paydo bo'ladi va insonni uyquga chaqiradi. Inson uxlaydi
va uxlash davomida uyqu vaqtida mana shu organizm boyagi aytganimiz adenozindan, musor отходdan tozalanishni boshlab tozalanadi va natijada uyqudan turgandan keyin inson tetik, xuddi energiyaga to'lgan, charchog'i ketgan holatda turadi. Nega? Chunki ortiqcha musor отход tozalandi. Bu xuddi biron bir yoqilg'ini, masalan, o'tinni, ko'mirni yoqqanda chiqadigan tutunga o'xshaydi. O'sha tutun ko'paysa, o'sha joyda olovni tutuni chiqib ketadigan joyini yoqib qo'ysa, olov o'chib qoladi, yonishdan to'xtaydi. Nega? Chunki tutun yonishga xalaqit beradi. Tarkibida is gazi, karbonat angidrid bo'lganligi uchun. Karbonat angidrid olovni o'chiradi. Xuddi shunday adenozin ham organizm o'chirib, uyqu chaqirib, dam oldirtiradi va u tozalangandan keyin inson yana uyg'onadi. Endi biz iste'mol qiladigan energetiklar tarkibidagi kofein moddasi xuddi shu adenozin borib birikib, miyaga signal beradigan retseptorlarni bloklaydi, ya'ni bog'lab qo'yadi. Natijada organizmda qancha adenozin, ya'ni boyaga aytganimiz musor отход to'planishiga qaramasdan retseptorlar sezmaydi. Chunki ularning ustini boyagi kofein yopib turibdi. Va inson vaqtinchalik o'zini boyagi charchog'i ketgandek yengil his qiladi. Uyqusi ochilgandek bo'ladi. Lekin yomon tomoni, ma'lum vaqt o'tgandan keyin kofeinni ta'siri ketadi va retseptorlar ochiladi. Va organizmda boyagi musor отход bir necha baravar ko'proq to'planib qolgan bo'ladi. Va inson ertasi kuni kunduzi o'sha energetik ichib uxlamagan inson o'zini yana ham kuchliroq, holsiz, charchoq his qiladi. Va buni yengish uchun u nima qiladi? Yana energetik ichadi. Va energetik ichib bu xuddi nima deydi? Patologik halqa deydi, aylanma kurukka o'xshab yana retseptorda aldaydi, yana ko'proq to'planadi. Borgan sari surunkali charchoq, surunkali holsizlikka aylanib o'tib boradi. Ya'ni organizmni aldash yo'li bilan. Demak, energetik tarkibidagi kofein bu miyani aldash uchun retseptorlarni bloklaydi. Xuddi shunday modda kofening tarkibida ham bor, kofeda ham kofein bor, lekin uni kamroq iste'mol qilganligi uchun bunday ta'sir ko'rsatmaydi. Yana bir yomon tomoni, buni ko'p iste'mol qilavergandan keyinchalik dastlabki iste'mol qilingandagi miqdor yetmay qoladi. Chunki boyagi retseptorlar ko'payadi. Natijada inson yana ham ko'proq iste'mol qilishga majbur bo'ladi, energetikni yoki kofein. Uni tarkibidagi keyingi modda boyagi biz aytganimiz taurin degan modda, bu kofein va shakarni ta'sirini yengillashtirib ko'rsatish uchun qo'shilgan modda. Ya'ni ularni nojo'ya ta'sirini yengillashtirish uchun berilgan. Agarda u qo'shilmasa, insonlar energetiklar bunchalik ko'p iste'mol qila olishmas edi. Xo'p, endi savol tug'iladi. Demak, energetik ichmaslik kerakmi yoki ichsa bo'ladi? Agarda ko'p energiya sarflaydigan insonlar bo'lsa, ya'ni ko'p harakat qiladigan, ko'p shug'ullanadigan insonlar kuniga bitta energetikni bankasini iste'mol qilsa, bu ularga juda ham katta zarar bermaydi. Lekin kam harakat insonlarda, ko'p asabiylashadigan insonlarda bu bir banka ichish ham borib sekin-asta zararli ta'sir ko'rsatadi. Va asta-asta bu bir banka ichish 2 bankaga o'tadi. Yuqorida aytganimdek ta'siri kamayganligi uchun. Shunday qilib borib bularga sekin-asta qaramlik ham rivojlanadi. Va ko'p iste'mol qilish natijasida kelajakda bunday insonlarda qandli diabet, qon bosimini ko'tarilishi, infarkt, insult, yurakni urib ketishi, taxikardiya kabi kasalliklar bilan kasallanish xavfi yuqori bo'lib boradi. Shuning uchun imkon bo'lsa, zarurat bo'lsa bunday energetiklarni iste'mol qilmaslik kerak. Endi ularni ko'p iste'mol qilib yurgan insonlarga tavsiya, uni to'xtatish uchun birdaniga to'xtatishni tavsiya qilmaymiz, chunki organizm keskin holsizlik paydo bo'ladi. Shuning uchun sekin-asta kamaytirib to'xtatish kerak va o'rnini bosuvchi alternativ usullardan foydalanish kerak. Ya'ni sport bilan shug'ullanish, jismoniy badan tarbiya bilan shug'ullanish va o'shani o'rniga mevalarni iste'mol qilish bilan sekin-asta energetiklarni to'xtatib chiqib ketish mumkin bo'ladi. Savollaringiz bo'lsa yoki qarshi fikrlaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Bu videoni ko'p energetik ichadigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.